Demak, quyidagi misolni ko'rib ketamiz. Olimpiada 10-sinf savoli, 21-savol. Chizmasi berilgan, yonida mana ABC uchburchak deb berilgan va tomonlarini bergan. Xo'p, biz uchburchakni chizib olaylik. Demak, bizga mana shunday uchburchak berilgan bo'lsin. Teng yonli, to'g'ri burchakli uchburchak. Uchlar A, B, C bo'la qolsin. Demak, mana bu yerda bitta nuqta olingan ekan. Nuqta olingan va A va C uch bilan tutashtirilgan. A va C uch bilan tutashtirilgan. Mana bu ikkita tomonlari teng albatta. Bizdan so'rayaptiki, mana bu yerdagi uchburchak yuzini toping va AD tomon ildizosti 2 deyapti. BD tomon 1 va CD tomon 2. Mana shu berilgan ma'lumotlarga ko'ra, xo'p, mana bu ADC ni yuzini toping demoqchi. Demak, bu yerda sal noodatiy uslubdan foydalanamiz. Hozircha mana burchaklarni kiritib keta qolaylik. Qandaydir alfa burchak bo'la qolsin. Mana burchagimiz esa 45 minus alfa bo'la qolsin. Yechish yo'llari ko'p. Shundan bitta yo'lni tanladik. Bu uch burchakni B3 qarshisida, ya'ni hozir B3 bu yerda 90 gradus, B3 qarshisida 90 gradusga buramiz. Ya'ni mana bu uch burchakni 90 gradus soat strelkasi bo'yicha bursak, mana bu yerda uchburchak paydo bo'ladi. Mana bunaqasiga buramiz. Shunda BC tomon aylanib kelib mana bunday bo'lib tushib qoladi. AC tomon aylanib kelib mana bunaqa gipotenuzaga tushib qoladi. 90 gradus burchakka burdik. Hosil bo'lgan shaklni chizaman. Mana. Demak, A uchi 90 gradusga burilsa aylanib C uchiga mos tushadi. Ya'ni mana bu yerda qausda A uchi deb qo'yaman. C uchi esa mana bu nuqtaga kelib qoladi. Mana bu C shtrix bo'la qolsin. Xo'p, bu yerda 90 gradusga burgandan keyin D nuqta ham aylanib mana shu yerlarga keladi deylik. Mana taxminan shu yerga kelib qoldi. Qolgan uchlarni ham tutashtiramiz. Albatta yuqoridagi uchburchak pastga tushib qolgandek tuyuladi. Mana bu qandaydir D shtrix bo'ladi. D nuqtaga keldi chunki D nuqta aylanib shu nuqtaga kelib qoldi. Endi 90 gradusga burgandan keyin albatta mana bu burchagimiz 90 bo'ladi. 90 gradusga burildi va mana bu masofamiz yana 1 ga teng bo'ladi. Va bu yerda AD masofa ildizosti 2 edi, yana AD ildizosti 2 bo'ladi. Ya'ni mana bu masofaga mos tushib qoladi u. Ildizosti 2 va mana masofamiz CD 2 edi, 2 ga mos tushib qoladi. Mana shunday vaziyat bo'lib qoldi deylik. Endi D va D shtrix uchlarini tutashtiradigan bo'lsak, mana bu yerda teng yo'lli to'g'ri burchakli uchburchak bo'ldi. Uni gipotenuzasini topadigan bo'lsak, ildiz ostida 2 ga teng. Endi hosil bo'lgan mana bu uchburchakka e'tibor beramiz. Bu yerda ikkita tomon ildizosti 2 bo'lyapti. Uchinchi tomon 2 bo'lyapti. Bu degani mana burchagimiz mana 90 gradus ekan. Demak, mana burchagimiz 90 gradus bo'lishga majbur bo'lib qoldi. Chunki katetlar kvadratlari yig'indisi gipotenuzaning kvadratiga teng bo'lyapti va teng yonli bo'lib qoldi. Mana burchak 45 gradus va 45 gradus. 45 gradus bo'lsa, mana burchakni topadigan bo'lsak, alfa qoladi. Chunki umumiy burchak mana burchagimiz 45 chiqishi kerak. 45 chiqishi kerak. Shuning uchun alfa bo'lib qoldi. Xo'p, endi bu yerda mana burchakka ham e'tibor beramiz.
Mana bu burchak ham jami 45 bo'lishi kerak edi. Ichkaridagi burchakka esa 45 minus alfa qoldi. Ha, endi bu yerda ADC 3 burchak, mana bu 3 burchak bilan bir xil edi-yu. Mana bu 2 ning qarshısidagi burchak 45 minus alfa bo'lsa, 2 ning qarshısidagi burchak ham 45 minus alfa bo'lishi kerak. Demak, mana bu burchakni ham biz 45 minus alfa deb olamiz. 3 burchak ichki burchaklar yig'indisi 180 ligidan foydalanadigan bo'lsak, D burchakka qolyapti bizda. D burchakka 135 gradus. Endi biz o'sha so'ragan ADC 3 burchak yuzini osongina hisoblab topib olsak bo'ladi. Ya'ni ikkita tomoni bor. ADC ning yuzi 1/2 ildiz osti 2 va 2 sinus 135 gradus. Bu yerda ikkilar qisqardi va 135 ning o'rniga ildiz osti 2/2 ni qo'yadigan bo'lsak javob 1 chiqar ekan. Shu va shunga o'xshash misollarning yechimini o'rganmoqchi bo'lsangiz, albatta bizni Telegram kanaliga a'zo bo'ling. Telegram kanal Matematika 1997.